menga yordam beringlar, iltimos qilaman sizlardan. Qayerdagi fohisha va buzuqlarning videolariga 100 minglab bosamiz va u video millionlab prosmotr oladi. Lekin mana bu bemor jajjigina yetim qizaloqning videosini qo'ysak, na like bor, na kommentariya bor. Keling do'stlar, Alloh uchun mana shu videoga bir dona like bosib chiqib ketaylik va kommentariyaga Alloh shifo bersin qizalog'im deb haqqiga duo qilaylik. Bu video oldingizdan chiqdimi do'stlar? Bu bejizga emas. Sizga mana shu qizaloqning ro'para qildi. Shuning uchun do'stlar, videoga befarq bo'lmaylik. Bizga like pul nonosh bermaydi, lekin videoni tarqalishiga yordam beradi. Mana shu siz like bosganingiz tufayli video tarqalsa va qizalog'imiz shu tufayli shifo topib ketsa, do'stlar, nur ustiga alo nur bo'ladi. Ilohim, mana shu siz like bosgan qo'lingiz Makka tulloni silasin. Rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Menga yordam beringlar, meni dugonalarimga o'xshab yurgim keladi, ko'chalarga chiqib o'ynagim keladi. Iltimos menga yordam beringlar, amakilar, akalar, tog'alar, opalar, sizlardan iltimos menga yordam beringlar, iltimos qilaman sizlardan.